Go'zal opa, bugun mazali safar uchun qayerga boramiz? Bu mazali safar uchun toshkentliklarni juda ham yaxshi ko'rgan taom bor-da. U taom butun O'zbekistonda bor ekan. Men hozir bildim uni haqida ma'lumotni. O'sha taomni bugun sizlarga obzor qilamiz. Bugun sizlarga tarixiy 1000 yilga borib taqaladigan ovqat haqida obzor qilamiz. Mazasini ko'ramiz va tarixini bilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mastava qadimiy o'zbek taomi bo'lib, 9-10 asrlarda ko'chmanchilar va dehqonlar orasida paydo bo'lgan. Bu taom o'zining oddiy va to'yimli tarkibi bilan ajralib turadi. Taomda guruch, go'sht, kartoshka va shunga o'xshash masalliqlar qo'shiladi. Hozirgi kunda ham mastava ko'plab o'zbek oilalarining sevimli taomi bo'lib qolmoqda. Kaloriyasi 150-200 kaloriya atrofida bo'lib, sog'lom va quvvatli taom sifatida tan olingan. Mastavani hozirgi kunda kechki ovqatga ko'proq iste'mol qilishadi. Toshkentda mastavani bochkaga borib iste'mol qilish urfga kirgan. Bu mastava Toshkent tilida mastava deyilar ekan. Qolgan viloyatlarda qanaqa nom bilan atalishini kommentariyada bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi.